Hammaga assalomu alaykum. Hozir biroz vaqt kutib turaylik, chunki insonlar kelishini kutyapmiz. Agar texnik muammo bo'lib qolsa, yana qaytib kelishingizni iltimos qilib qolaman. Chunki bu jonli efir bo'lgani uchun texnik muammolar bo'lishi tabiiy. Shuning uchun biz ko'pincha qanday nima qilamiz? Ozgina mavzuga kirish qilaman, keyin savol javobga o'tamiz. Qo'l ko'targan insongagina mikrofonni beramiz. Iloji boricha qisqa savol berish kerak. Hattoki salom alik qilib o'tirish shart emas. To'g'ri savolga o'tamiz. Iloji bo'lsa bitta, ikkita savol berish kerak xolos. Uzun mavzuni, hikoyani tushuntirish shart emas. Iloji bo'lsa konkret savollar berilsa, shunga qarab javob beramiz. Boshqalarni ham taklif qilishingizni iltimos qilib qolardim, chunki bu mavzu juda qiziqarli bo'lib ketdi. PhDlarga, umuman yuqori malakali kasblarga Kanadaning siyosati o'zgardi va xalqaro bir strategiya yaratmoqchi. International Talent Recruitment Strategy deydi. Buni o'shaning uchun bu mavzu juda qiziq, hammaga qiziq bo'lyapti. Kechagina Kanada hukumatı PhDga o'qishga kirganlarning vizasini 2 haftada qarab chiqaman degan standartni qo'ydi. Ya'ni bu standartga endi amal qilish kerak bo'ladi. Xudo xolasa mana 1-yanvardan 26-yilning 1-yanvaridan bu narsa amalga oshiriladi. Hozircha reja sifatida taklif qilindi va menimcha katta ehtimol bilan qabul qilinadi, chunki xalqaro boshqa davlatlardan juda iqtidorli, juda kuchli mutaxassislarni, tadqiqotchilarni olib kelish uchun Kanadaning budjetida 1.7 milliard dollar ajratilmoqda. Buni endi amalga oshirish davlatning bo'ynida. Xudo xolasa budjet yaqinda tasdiqlanishi kerak. Mana 4-noyabr kuni budjet taqdim etildi. Endi tasdiqlangandan keyin bu amalga oshadi. Bilasiz, Kanadaga o'qishga kirishni kamida 1 yil oldin rejalashtirish kerak inson. Bu bir haligi mana ertaga o'qishga ketaman degan bilan ish bitmaydi. Buni tayyorgarligi bor, buni nimasi bor, arizani topshirishi bor va hokazo. Shuning uchun bu narsa 1 kun, 2 kunda bo'ladigan narsa emas. Agar haqiqatan ham siz PhD doktoranturaga, istalgan sohada doktoranturaga kelib Kanadada o'qimoqchi bo'lsangiz, hozirdan tayyorgarligingizni boshlashingiz kerak. Endi ko'p savollar uyg'onyapti, tug'ilyaptiki, mana PhDga bunaqa imkoniyatlar bo'ldi, bakalavr yoki magistraturaga qanday imkoniyatlar bor degan ko'p savollar keldi. Magistratura va bakalavrni standart yo'l bilan qarab chiqish davom etadi. Ya'ni yaxshi o'qishga kirganlar va talaba bo'lishga loyiq bo'lgan insonlarni o'qish joyi qabul qiladi. Undan keyin siz talaba vizasiga topshirasiz va standart bir vaqtda qarab chiqiladi bu narsalar. Shuning uchun keling savol-javob orqali bu mavzuni yanada chuqurroq o'rganaylik. Mana birinchi qo'l ko'targanlardan biri Dilrabo Xidirovaga so'zni beramiz. Marhamat, Dilraboxon, assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Mening savolim shunaqaki, PR profilini ochish va PhDga parallel yo'qolib qoldi. Dilraboxon. Allo. Endi eshitilyapti. Savolingizni olaylik. PR profilini ochib va PhDga ikkoviga baravar parallel tarzda harakat qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Buni ingliz tilida nomi dual intent application deyiladi. Ya'ni ikkita niyatlik arizalar. Bitta niyatingiz doimiy yashab qolish, ikkinchi niyatingiz vaqtincha PhDga kelish. Bu narsa noqonuniy harakat emas. Bu narsa normal harakat. Ko'p insonlar buni qiladi. Faqatgina siz vaqtincha arizangizda shuni isbotlashingiz kerakki, haqiqatdan men Kanadaga borsam va PR ola olmasam, ya'ni PR o'sha vaqtda chiqib qolmasa, men vatanimga qayta olaman va bunga ham sharoitim bor, ham vatanimga bog'liqligim bor. Kanadada PRsiz qolib ketmayman. Ya'ni boraman, vaqtincha qaytaman degan mavzuda buni immigratsiyon ofitseriga taqdim qilishingiz kerak. Kerakli hujjatlarni, kerakli vataningizga bog'liqliklarni ko'rsatishingiz kerak. Endi davlat baribir ham sizni Express Entry'ga yaratgan profilingizni ko'radi, biladi. Buni ko'rib turibdi va o'tmishda qilsangiz ham buni ko'rib turgan bo'ladi. Shuning uchun buni yashirishga imkon yo'q. Faqatgina tushuntira bilishingiz kerak va davlat buni to'g'ri tushunadi. Hech qachon hattoki federal sud qarorlarida ham
bu narsa nima aniqlashtirilgan, insonni ikkita niyati bo'lishi bu unga zarar bermasligi kerak. Faqat har bir arizaning talabini alohida bajarish kerak degan bir nima sud qarorlari ham bor bu mavzuda. Rahmat, savolimga javob oldim. Xo'p, salomat bo'ling. Agar PhD kelayotgan bo'lsangiz, sizni kutamiz. Xudo xolasa Kanada yana bitta mutaxassisni qo'lga kiritadi degan umiddamiz. Xayr. Rahmat. Keyingi tinglovchimiz ikkita nuqta bor uni profilida. Ikki nuqtalik tinglovchimizga mikrofonni beramiz. Marhamat. Ismingizni ayta olmadim chunki ikkita nuqta bor xolos. Ismingizni o'zingiz qisqacha aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, meni ismim Yodgorbek. Rahmat aka, charchamayapsizmi? Tushunibsizmi? Yodgorbekman, programmist. Siz bilan oldin gaplashganmiz. Salomat bo'ling Yodgorbek. Programmistlarda shunaqa odati bo'lsa kerak, simvollar qo'yadi nimaga, ismga. Rahmat aka, sizdan bitta so'rayman dedim. Men savolim qisqa bo'ladi. Xo'p. Menda bakalavr diplomim yo'q. U yerda advokatlar topib, sizga o'xshagan advokatlar bilan ko'pini gaplashdim. Sen surishtirib-ku, yo investor viza bo'ladi yoki Angliyada talent viza degan narsa bor ekan, hech qanaqa nimaga bog'liq emas ekan u. Ish beruvchiga bog'liq emas ekan. Shunaqa narsa bo'lsa bo'ladi, tip investor sifatida yoki qanaqadir digital nomadga o'xshagan shunaqa narsalar bormi sizda? Digital nomad, Yodgorbek, digital nomad bu aslida turistda, qo'pol qilib aytganda. Turist vizasini olib, Kanadani ichida yashab yurib, o'zini xarajatlarini 6 oygacha yashasangiz bo'ladi. O'sha turist nomadlar, hali ko'chmanchi qabilalarga o'xshab keladida, yashab Kanadada, lekin Kanada ishxonasida ishlamasdan, tashqaridagi ishxonaga ishlab, ya'ni uzoqdan turib ishlab, yashab yurishi mumkin. Buni digital nomad deymiz. Raqamli ko'chib yuruvchi inson. Ikkinchisi, siz aytgan talent viza, global talent stream degan narsa bor. Bu IT sohasi va bir nechta sohalar bor. 40 ga yaqin professiya bor. Global talent stream degan dastur. Unda ish beruvchi davlatdan tezda ruxsat olib, ya'ni juda tez beradi, chunki o'sha 40 ta kasb egalariga ehtiyoj kuchli bo'lgani uchun davlat aytadiki, shu 40 ta kasbdan birontasini chet ellikda shu kasblardan biriga olayotgan bo'lsang, men buni tezda qarab chiqaman. 2 haftadan 4 haftagacha bo'lgan davr mobaynida qarab chiqaman uni applikatsiyasini deydi va arizasini. Bunga o'zi aslida ish beruvchi sizni tanlasa va buni aytsaki, haqiqatan ham bu inson menga kerakli, diplomini qo'yavering. Bu inson tajribali, menga kerakli, masalan, data analistmi yoki AI engineermi, mana shunaqa bo'lgani uchun sizga 2 haftada ishchi vizasini olib, ishxona sizni olib kelishi mumkin. O'shani biz global talent stream deymiz. Bu mavzuda siz Google qilib ko'rishingiz mumkin. Uchinchi mavzu bu investor. Investor bu juda keng bir kategoriya. Investor degani o'zini pulini kiritib, shu yerda biznes qiladigan insonni biz investor deymiz. Investor immigratsion vizalar bor. Buni biz Provincial Nominee Program Entrepreneur Stream degan yo'nalishlar bor. Ya'ni tadbirkor sifatida siz Kanadaga kelib, o'zingizni kichkina ishingizni, kichik biznesingizni ochib, o'zingiz ishga olib yurishingiz mumkin. Bu uchun sizga iqtidor kerak, sizga kvalifikatsiya kerak, bunga sizga pul kerak. Viloyatlar aytadiki, kamida 150 ming, 200 ming dollar o'zingni biznesingga kiritsang deydi va biznes planingni taqdim qilsang, senda haqiqatan ham bozorda shunga talab bor va buni eplay olasan, o'shanda sizga aytadiki, marhamat, keling deydi. Siz o'zingiz ish bilan ta'minlang, hattoki boshqalarga ham ish o'rini yarating degan bir nimasi bor, yo'nalishi bor. Buni yoki PNP Entrepreneur Stream yo'nalishi bilan qilsak bo'ladi, yoki buni C11 Significant Benefit Work Permit, ya'ni Kanadaga kuchli foyda olib keladiganlar kategoriyasiga kiritib, sizni biznes immigratsiya qilsangiz bo'ladi. Mana shu yo'nalishlarda aytishim mumkin. Rahmat aka, men sizdan bitta narsa so'rayman deb turdim. Aka, qarang, menda satayotgan birinchi tomonda men ketsam bo'ladi. Bilasiz, men programmistman, 12 yillik tajribam bor. Satayotgan narsada birinchisini qilishga aqlim yetadi. Hozir satayotgan 250 ming dollarda agar men hozir AI bo'yicha ishlayapman-da aka. Yaxshi, zo'r. AIda ikkita proyekt qilganman. Bittasi doktorlar bilan AI ko'rishib gaplashadigan programma, yana bittasi ingredientlarni kunliksiz yeyotgan ingredientlarni insonga foydasi. Tipa ChatGPT ga o'xshagan narsa. Voice bo'ladi. Okay. Shunaqa narsa bor. Hozir men narsani qilyapman. Menga sizga hozir dangi moment qaysi birini maslahat berasiz? O'zimni kompaniyamni ochishmi, o'zingiz experiencedan ketib, yo bironta ish beruvchini topib turib,
Global Talent Streamga harakat qilishda maslahat berasizmi? Menimcha Global Talent Streamga harakat qiling. Kelib olganingizdan keyin yana ko'proq variantlar tug'iladi sizda. Menimcha Endi Global Global Talent Stream. Chunki siz qarangda Global Talent Streamni endi qo'pol qilayotganda foydasi ko'p-da. Agar siz ish qidirib ko'ring, mabodo masalan 6 oyda topolmasangiz AI mutaxassis sifatida, undan keyin aytasizki, o'zimni ishimni o'zim yaratishim kerak ekan deysiz. Lekin Global Talent Streamdan o'tgan insonga men aytamanki, oldin kelib oling, oilangizni olib kelib oling, joylashib oling, 1 yil ishlang, o'sha oylikni olib, yaxshigina oylik beradi. O'shandan keyin atrofga qarab, qani bozorda nima uchadi, uchmaydi, o'shanga qarab ish qilasiz. Chunki Global Talent Streamga yarashgan inson bo'lsa, men unga biznes immigratsiyani hali maslahat bermagan bo'lardim. Avval o'zing borib turib, u yerdagi o'zing imkoniyatlaringni bil, bozorda o'rgan. Ana shunday. Siz hozir ikkita teoriyada doktorlarga yaratgan AI va hozir iste'molga yaratgan AI ni uzoqdan turib nazariy uchadi deb turibsiz-da. Balki uchmasligi mumkin. Oldin keling, ko'ring, ham oyliklik o'zingizni nima deydi, cho'ntagingizdan ketmaydigan ravishda keling-da. Ana undan keyin sekin atrofga qarab, networkni yaratgandan keyin u o'zingizni startapingizni sekin boshlasangiz ham bo'ladi 1-2 yildan keyin. Bo'ldi. Rahmat aka, katta rahmat, sizlarga omad bo'ling, sizlarga omad. Xo'p. Keyingi Qurbonov Sarvarbek, marhamat Sarvarbek. Do'stlar, qo'llaringizni ko'tarsalaringiz mikrofonni sekin-sekin beraman, chunki savol-javob tariqasida biz bu mavzuni chuqurroq o'rganamiz. Mavzumiz Kanadada PhD mavzusi. Iloji boricha shu mavzuga yaqin savol bering. Marhamat Sarvarbek. Rahmatjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dovushim yaxshi bo'lyaptimi? Zo'r. Xuddi yonimda o'tirgandaysiz. Ha, men hozir Bolgariyadaman. Hozir savolim shundan iborat. Endi bu mavzudan katta uzoq bo'lishi mumkin, lekin siz iloji boricha vakolatingiz doirasida do'stona javob berasizmi? Shunga nima deysiz? Bemalol, gazini bosing. Meni maqsadim, endi o'zimga kech bo'ldi, o'qishga juda qiziqqanman. Kanadada o'sha siz yaxshi o'sha provinsiyalarga. Lekin meni maqsadim shuki, ozroq bo'lsa ham o'sha pul to'plab, o'sha qaysi provinsiyaga pul qo'yib, kelajakka uzoq muddatga iloji bormi, farzandlarni o'qishi uchunmi yo biznes uchunmi? Shunga maqsadim shunaqa nimam borda, rejam bor. Nima endi qarang, farzandlaringiz yoshi nechida? Shundan boshlaylik. Yoshi hali juda yosh. Juda yosh bo'lsa, siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Ingliz tilini bormi sizda ozgina? Ingliz tili juda ozda, o'zim harakat qildim, endi ro'zg'ordan ortib kira olmadim. O'zbekistondan keligimga hozir bu yerda ozroq harakat qilyapman. Bo'lmasa, budjetingiz bormi, ya'ni kapitalingiz bormi? Budjetim ozroq bor, keyin bu yerda gattak bir 2 yillami, 1 yillami yig'inib shu qo'ymoqchim. Eng kam miqdor qancha qo'yish mumkin? Eng ko'p miqdor $100,000 Kanada dollarida o'zingizni ishingizni ochishingiz kerak bo'ladi va ingliz tilingiz kamida IELTS 4.5 bo'lishi kerak bo'ladi. Ana o'shanda imkoniyatlar ochiladi. Undan past bo'lsa, imkoniyatlar juda tor va xarajati juda katta, riski ham juda baland bo'ladi. O'sha urovingga kelganingizda o'sha ancha nafas oladigan darajada bo'ladi-da. Keyin uzoq muddatga bo'ladimi o'sha? Uzoq muddatga bo'ladi. Boshida oldin kelasiz, viloyatlarda programmalari bor, o'zingizni biznesingizni ochib yurg'izasiz, deylik, oddiy bir magazin do'kon ochishingiz mumkin. Yurg'izib, keyin 1-2 yildan keyin sizning doimiy yashovchi statusiga o'sha viloyat o'zingizni nomzodligingizni berishi mumkin agar siz talablarga javob bersangiz. Ungacha oila bilan Kanadaga ko'chib olgan bo'lasiz, farzandlaringiz maktabda bepul o'qiydi, o'zlaringiz bepul meditsina, iloyim ham kasal bo'lmanglar, lekin bepul meditsina va hokazolar sizlarga ham tegishli bo'ladi. Faqat o'sha IELTS kamida 4.5 va kapital kamida 100-150 ming bo'lsa bemalolroq bo'ladi. Hozir qaysi provinsiyani? Meni hozirgi bizga ko'p tez javob chiqayotgan bu Alberta provinsiyasi, British Columbia provinsiyasi va Nova Scotia. Ana shu realistik. Kim bitta hozir do'kon sotilyapti bir klientimizga $350,000, 1 gektar yeri bilan, do'koni bilan, joyi bilan 350 mingga olyapti va xudo xolasa 350 mingdan pastga qarab savdolashyapmiz klientimiz uchun. O'sha New Brunswick degan viloyatga kelishi mumkin. Ham ishlab turgan do'kon oladi, ham yeri bor, ham binosi bor. Shunaqa bir lekin uni kapitali bor va ingliz tilisi bor u klientda.
Endi men oldinroq siz bilan bog'lanuvdim. O'sha men biznesim endi anavi bo'yicha devdimda, o'sha mol, buqa, go'sht ta'minoti bilan Go'sht shug'ullantirmoqchi. ta'minotida qarang, go'sht ta'minoti juda bitta kontrol ostida, chunki kvotalar bilan go'sht chiqariladi. Kanadada necha tonna go'sht chiqariladi, necha tonna sotiladi, buni hammasi kontrol qilingan. Bozorga yangi o'yinchi mol go'shti bilan kirishi qiyin, qo'y go'shti bilan kirishi oson. Tushunyapsizmi? Bu uchun yer kerak, o'sha nima deydi, o'sha chorva kerak. Mol go'shti bu Kanadaning strategik mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Okay? Agar yo'q demasangiz boshqalarga ham so'z beramiz. Sarvarbek, mana shu kuzatishni davom eting. Katta rahmat, minnatdorman. Uzr, endi sal nimadan uzoqlashgan bo'lishi mumkin. Rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling. Mirfayz Narziyev, marhamat Mirfayzbek. Sizga mikrofon topshiramiz. Mirfayz Narziyev. Mikrofoningizni ochib bemalol savol berishingiz mumkin, Mirfayz aka. 15 sekund kutaman, agar savol bermasangiz keyingi insonga o'tamiz. 1 2 3 4 5. Okay, keyingisi. Dostonbekka ruxsat beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Dostonbek. Yaxshimisiz? Sizdan zo'r savol kutamiz. Marhamat. Rahmat aka, bugun Facebookda men kommentda ko'rdim. Bakalavrdan to'g'ridan-to'g'ri PhD qilsa bo'ladimi desa, sizni javobingiz sal bo'ladi deganday yondashuv bergansiz. Juda nodir holatlarda bo'ladi. Bakalavrda siz ajoyib bir natija bilan va bakalavrdan keyin zo'r ish tajribasi qilgan insonlar PhDga ham ba'zan o'tib qolishi mumkin. Masalan, deylik, Ethereum nima platformasini yaratgan bir inson bo'lsangiz yoki bir dahshat narsa qilgan bo'lsangiz, bakalavrdan o'tib PhDga o'tib ketganlarni ko'rganmiz. Faqat ularni nima deydi, tajribasi va o'sha PhD loyihasi ajoyib dahshatda, tushundingizmi? Mana shunaqa. Bor, yo'q deyishim noto'g'ri-da. Yo'q o'ta olmaysan desam, bakalavrda bu noto'g'ri, yolg'on ma'lumot bo'ladi. Bakalavrdan sakrab PhDga o'tganlar bor. Faqat o'sha tadqiqot loyihasi ajoyib bo'lganda. Uncha wunderkind bo'lish kerak-da. U uchun haligi ashulada aytgandek, Farg'onada bittagina bo'lishingiz kerak-da. 3 million aholi Farg'ona viloyati bo'lsa, Farg'ona vodiysida o'shandan bitta bo'lishingiz kerak. Hozir menda tugallanmagan bakalavr edi-yu, shu bir ikkita konsaltinglar bilan gaplashganda UKda o'qish masalasida shu magistrga qilsa bo'lar, uning uchun yaxshiroq kompaniyalarda ishlagan, o'zini misol uchun unaqa Farg'onada bitta bo'lmasang ham bitta qilsa bo'ladi, agar shu background yaratganday qilib qilsa bo'ladi deganda. Bo'ladi. UKda ko'p xusus, endi qanaqa, masalan, Garvardga tochna bo'lmaydi-da. Yoki Oksfordga tochna bo'lmaydi. Buni qishloqda universitetiga, Angliyani qishlog'ini haligi bir Lakeshire State Universityga bo'lishi mumkin. Lekin undan ko'ra Doston State Universityda o'qiganingiz yaxshiroq-da. Okay. Dostonbek, boshqa beramiz bo'lmasa? Bo'ldi, gapingiz toza yoqdi. Nima? Bitta savol beribdi, PhDning yoshi bormi desa, PhD ham sevgi ham yosh tanlamaydi degan. To'g'rida, yosh tanlamaydi. Muhabbat bilan sevgi yosh tanlamaydi. Nima, PhD ham shunaqa. Dostonbek, ishlaringizga omad, bo'lmasa ko'p turgan insonlar bor. Ularga ham ruxsat beraylik. Mana Mirfayz Narziyev yana qo'l ko'tardilar, yana bir shans beramiz. Marhamat Mirfayz aka. Alo, Mirfayz aka. Marhamat. Eshitilyaptimi, Rahmat aka? Endi zo'r eshitilyapti, marhamat. Assalomu alaykum, rahmat translyatsiya uchun. Men Buxorodan magistraturani tugatgan. Bir ancha bo'ldi, 2011-yil. Hozir gid bo'lib turizmda ishlayapman. PhD da Kanadada o'qimoqchi. Bo'ladi, shu shartlari nima? Shuni so'ramoqchi edim. Ingliz tilini juda zo'r bilaman, rus tilini juda zo'r bilaman. Fransuz tilini bilaman. Salpal. Ajoyib. Qarang, Mirfayz aka, siz qaysi sohada o'qigansiz? Turizm, iqtisod va turizm. Iqtisod va turizm. Bo'ldi.
siz PhD dasturlari Kanadada o'zi uncha ko'p emas. Sizga aynan qaysi PhD dasturi to'g'ri kelishini educanada.ca veb-saytiga borib topishingiz mumkin. Va ularda tadqiqot doirasiga sizni tadqiqotingiz to'g'ri keladimi yo'qmi shuni moslashtirib topshirishingiz mumkin. Masalan, qo'pol qilib aytaman, anig'ini bilmayman, lekin 15 ta PhD dasturi bo'lsa, 15 ta ariza topshirish qiyin emas. Lekin hamma PhD dasturi ham sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ba'zi davlatlar, ba'zi davlat universitetlari bor, ular faqatgina tibbiyot sohasida PhD ni qabul qiladi yoki boshqa sohada. Shuni siz topib ro'yxatini kamaytirib, masalan 5 tasini topasiz, o'shanga topshirasiz. Topshirsangiz bo'ladi. Ingliz tili va fransuz tilini bilsangiz undan ham yaxshi, chunki siz Quebecdagi universitetlarga ham topshirsangiz bo'ladi. Chunki u yerda aksariyat fransuz tilida o'qiydiganlar bor. Lekin men o'zim o'qigan universitet University of Ottawani maslahat beraman. Chunki u universitetda ham ingliz tilida, ham fransuz tilida o'qisangiz bo'ladi. Ya'ni aralash kurslarda olsangiz bo'ladi. Bitta kursingiz ingliz tilida, bitta kursingiz fransuz tilida aralashtirib olsangiz bo'ladi. University of Ottawani bir jiddiy o'ylab ko'ring. Katta universitetda turli xil yo'nalishda PhD bo'ladi. Kichkina universitetda bir ikkita yo'nalishda bo'ladi. Mana shuni sizga maslahatim. educanada.ca veb-sayti. educanada.ca Nima kanalimda yana yozib qo'yaman. Hop, rahmat, tushundim. Nima topshirish pullikmi, bepulmi? Yo'q, endi PhDlar hammasi application feesi bor, ya'ni topshirish nimasi bor, kontrakti ham bor, lekin ko'pincha aksariyat holda PhD ga kira olgan insonga qanaqadir moliyaviy yordam beriladi yoki ish beriladi. Ya'ni research assistant bo'lasiz, ham oyliklik ishlaysiz, ham o'sha universitet qoshida ham research assistant bo'lasiz, ham o'zingizni PhD nimangizni, loyihangizni davom ettirasiz. Mana shunaqa bir yo'nalishi bor. Xo'p, rahmat, shuni so'raydi. Salomat bo'ling, Mirfayz, ishlaringizga omad. Xo'p. Keyin mana Zarina Murodovna qo'llarni ko'tardilar. Zarina opa, marhamat. Zarinaxon yoki Zarina opa, uzr, men yoshingizni bilmaganim uchun shunga murojaat qilaman. Zarinaxon, marhamat. Aziz do'stlar, tartibimiz shunda, 5 sekund kutamiz. Agar mikrofon berilgandan keyin savol berilmasa, boshqasiga beramiz mikrofonni. Zarinaxon, marhamat, eshitilmayapsiz. Negadir mikrofoningiz ishlamayapti shekilli. 5 sekund kutamiz. Yana bir mikrofoningizni to'g'rilaganingizdan keyin yana qo'lingizni ko'tarishingiz mumkin. 1 2 3 4 5. Okay, bo'ldi, ketdik. Keyingisi Gulchehraxon Alimjanovna, marhamat. Gulchehraxon, sizga mikrofonni berdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat aka, doim bu suhbatingizga kirib anaqa intervyularingizda qatnashamiz. Salomat bo'ling, xursandman. Biz yana o'tkaz oldik-da, shu topshiramiz quloqsiz bo'lib. Ikkinchi martadan o'tkaz oldik. Endi boshqa universitetga harakat qilasiz-a, xudo xolasa. Boshqa universitetga harakat qildik, boshqa universitetdan ham o'tkaz oldik. Endi polni student vizadan odamning ko'ngli sovuq bo'ldi, hamma joy o'tkaz bosib ketdi. Yo'q, sizni qarang. Fransuz tilini o'rganaylikmikin deb turibman. Umidsiz shayton, har doim umidli bo'ling. Faqatgina siz tanlagan universitetlar unchalik zo'r emas-da, ochig'ini aytaman. Siz xohlasangiz ismlarini ayting, men aytib o'tirmayman. Siz, masalan, University of Toronto bor, York University, University of Ottawa, University of British Columbialar bor joyda, men boshqa universitetlarga, uncha McGill universiteti bor joyda, men boshqa universitetlarga deyarli qaramagan bo'lardim. O'shaning uchun siz jiddiy universitetga, jiddiy programmaga kiring. Men aminman, o'shandan keyin ham отказ olsangiz, o'sha kurashishga arziydigan bir vaziyatda bo'lasiz. Lekin umidsiz bo'lmang, Gulchehraxon. Nimalar bilan topshirish bo'ladimi? Yana qaytaring, uzr. Fransuz tili bo'lmasa ham, o'sha TOEFL bilan ham universitetlarga kirib topshirsa, viza approve chiqishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin, ha. Ko'p mana endi Ottawa universitetiga kelgan, universitetda o'qigan PhD nimalarni bilaman o'zbekistonliklarda. University of British Columbiada, University of Torontoda o'qib yurgan, magistratura, MBA, PhD qilib yurgan
odamlarni bilaman, ular fransuz tili bilmaydi. Faqat Endi hozirgi kunda fransuz tilini talabi kuchayib ketganiga. qarang, Gulchehraxon, fransuz tilining imkoniyatlari kuchaygani bu to'liq immigratsiya mavzusida. Talabalik mavzusida unchalik nima emas. To'g'ri, foydasi bor, lekin to'liq immigratsiya, permanent residence mavzusida fransuz tili kuchayib ketdi. Lekin o'qish mavzusida ingliz tili baribir ham dominantda, ko'proq ingliz tilida universitetlar bor. Fransuz tilidagi ham bor, unchalik ko'p emas. Nisbatan kam. Hozir uzr, yana bitta doiradan tashqari savol, suhbat boshqa 150 mingga do'kon bor, klientim uchun tortishyapmiz deb aytdingiz. 150 Shunaqa anaqalar bormi? Bizneslar bormi? Kichik bizneslar? Bor, bizneslar bor, faqat kichikroq viloyatlarda. Biz hozir gaplashayotgan viloyatda bu 350 minglik do'kon yeri bilan, binosi bilan bu New Brunswick viloyatida. New Brunswickni PNP dasturi orqali topshiramiz uni, o'shani klient olgandan keyin. PNP dasturi bu ularni tadbirkorlar uchun maxsus yo'li bor. O'sha tadbirkorlik yo'li bilan New Brunswickka ko'chib o'tib, o'sha yerda permanent residence olsa bo'ladi inson. O'shani nima qilyapmizda? Bir 100 ming, 150 ming bilan ham shunaqa qarang, kichik bizneslar bormi? Bor, 150 ming bilan bor, lekin sizni haligi net worth degan tushuncha bor, butun moddiy boyligingiz kamida 300 ming bo'lishi kerak. O'shandan siz 100-150 ming kichik viloyatlarni, mana Albertada 100-150 minglik joylar bor. Keyin yana British Columbianing ba'zi kichik shaharlarida bor. Bor ular, faqat to'g'ri keladimi klientga yoki to'g'ri kelmaydimi? Lekin aslida Kanadaga bemalol kelish uchun bular minimumlar hammasi. Gulchehraxon, bizni klientlarimiz ko'pincha minimumdan ko'p bo'ladi. Faqat cho'ntagidan o'sha minimum chiqadi, lekin orqasida baquvvat nimasi bor. Nima deydi? Beli baquvvat deydi-ku o'zbekcha qilib. Yo'q, hozir aytmoqchi bo'lganim sababi hozir xo'jayinlarda o'sha siz aytgan summa bor, o'sha faqat ajratmoqchi bo'lganlari o'sha 100 ming edi, 100 ming, 150 ming. Bo'lishi mumkin. Unda Albertani jiddiy qarashlaringizni tavsiya qilardim. Albertani Rural Entrepreneur programi bor, ya'ni qishloq hududlariga tadbirkorlik programmasi. O'shani minimumi 100 ming. Biz bitta o'zbekistonlik klientni olib kelyapmiz, u 180 ming kiritaman deb kelyapti. Mana Albertaga kelyapti. 180 ming kiritaman. Mana shunaqa hayotiy o'rnaklar bor. Hammani holati har xil bo'ladi, to'g'risida. Lekin bu umumiy raqamlarda. Biznes viza necha oyda chiqadi? Misol uchun harakat boshlangandan keyin. Harakat boshlanganda mana bizni veb-saytimizga borib qarasangiz, butun izlanishlar, harakatlar ko'p vaqt oladi, lekin topshirganimizdan keyin mana Albertadagi klientimizga 7 haftada nima ishchi vizasi chiqdi. 7 haftada? Chunki siz ishchi viza bilan kelib, biznesingizni yurg'izib, keyin permanent residence'ga o'tasiz. Taxminan 18 oydan keyin o'tasiz. Ha, unda rosa biznes viza tez chiqarganda keyin baribir biznes investorlarga baribir viza doim berilganda, shunga nima ishonchli topmayapsiz. Shunda chunki nimalar, viloyatlar aytadiki, meni biznes egalarim bu yerda qarib ketyapti, 70 ga kirgan. Bular biznesini sotib nafaqaga chiqish kerak. Shuni biznesini olgin, men senga yo'l ochay degan mavzuda shunaqa dasturlar yaratganda. Mana shunaqa bir yo'nalishlar bor. Xudo xohlasa tez kunda aloqaga chiqish nasib qilsin, biznes immigratsiya bo'yicha student immigratsiyada zerikdik. Studentlar endi student bo'lish ham arzon narsa emas. Biznes immigratsiya qila oladiganlar endi biznes immigratsiyani ham bir qarab chiqishiga arziydi-da. Agar yordam berasiz-da, biznes immigratsiya bilan ketsak. Xudo xohlasa ag'alarga. Xo'p, qo'limizdan kelganicha. Mayli. Gulchehraxon, boshqalarga ruxsat bersak agar yo'qdan. Okay, rahmat. Mana Alibek Ne'matov qo'lni ko'targandilar, anchadan beri kutib turibdilar. Keyin mana ko'ryapman, Javlonbek, keyin Dilshodbek, hammalari nima bo'lib turishdi, navbatda turishdi. Marhamat Alibek. Alibek, sizga mikrofon va 5 sekund kutamiz. Agar
savol bermasangiz keyingi insonga o'tamiz. Alibek Ne'matov, marhamat. 1 2 3 4 5. Keyingisiga o'tamiz. Marhamat. Zafar Anvarovich, marhamat. Zafarbek. Zafar aka yoki Zafarbek, marhamat. Assalomu alaykum, rahmat aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Muhimlar. Rahmat. Men ham shu PhD mavzusi qiziqtiryapti. Ingliz tilini bilaman. Shu savolim shundan iboratki, narxi diapazoni qancha xarajatlar PhD uchun taxminan? Endi PhD ni universitetga bog'liq, men hozir aniq ayta olmayman, lekin o'qish xarajatlari PhD ga qabul qilinsangiz, sizga ham moddiy yordam beradi o'sha universitet, chunki siz tadqiqot uchun olyapti. Taxminan o'qish puli Kanadada 36 mingdan boshlanadi, magistratura va PhD lar. Lekin PhD talabalari ham universitetda research assistant bo'lib ham ishlaydi-da ular. Tadqiqot birdaniga to'lash shart emas, to'g'rimi? Endi viza olish uchun kamida 1 yilni to'lash tavsiya qilinadi. O'shanda siz o'qishda moddiy kuchingiz borligi isbotlanadi. Va sizga PhD dasturida baribir ham fonddan pul ajratiladi. Chunki PhD dasturlarini o'zini nimasi bor, moliyaviy kuchi bor. Chunki tadqiqot qiladi ular. O'zini budjetidan ham sizga qandaydir yordam berish kerak bo'ladi. Va siz so'rasangiz berishlari kerak aslida. Keyingi savolim, PhD olgandan keyin permanent resident qilsa bo'ladimi keyin? Bo'ladi. PhD olgan insonlar ko'pincha 3 yillik ishlash ruxsati beriladi Kanadada. PhD o'qiyotgan paytida oilasi bilan kelib yashab yurishadi bu yerda. PhD talabasi o'qiydi, uni oilasi ochiq ishlash ruxsati beriladi. Oilasi ishlab Kanadada ish tajribasi qilsa, oilasining yordamida permanent residence bo'lishi mumkin yoki o'zi PhD ni bitirgandan keyin o'zi permanent residence ga qarab yurishi mumkin. Permanent residence da turmush o'rtog'idan bittasi olsa, butun hamma oladi, ya'ni oila a'zosi oladi. Farzandlari, 22 ga to'lmagan farzandlari bilan birgalikda. Rahmat kattakon ma'lumot uchun. Omad bo'ling. Xo'p, ishlaringizga omad. Xo'p. Mana Guli Yaxyoyeva qo'llarini ko'tarib turibdilar. Alibek, men sizni ko'rdim. Sizga ham nima ruxsat beramiz. Guli Yaxyoyeva, marhamat. Guli Yaxyoyeva. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uzr, birinchi marta anaqangizga kirishim, live streamingizga kirishim. Siz maslahat berishuvdi. Hozir PhD o'qiyman O'zbekistonda. Fransuz tili 6 marta topshirdim shu paytgacha. Ozgina nimadir yetmay qolyapti qarsalar. PhD qaysi sohada? Lingvistikada. Lingvistikada. Okay, yaxshi. Ya'ni chet tilini o'qitish yo'nalishimi? Ha, shunaqa. Okay, yaxshi. Comparative linguistics menda mavzuyim Gen alfani slangi bo'yicha, sosiolingvistika bo'yicha. Juda qiziq mavzu. Haqiqatda slang bu dominant narsa. Shunday. Maslahat so'ramoqchi bo'lganim, shu paytgacha French Streamdan topshirmoqchi bo'lib yurdim. Orada bir RNIP ga ham harakat qilib ko'rganman, u programma yopilib ketdi faqat. Anchadan beri, 2019-yildan beri Kanada orzusi bilan yashayman. Shunga nima deb o'ylaysiz? Hozir mana provincial nominee programmalar bor. Provinsiyalarni o'ziga kirib topshirib ko'rganim yaxshimi? Ili French Streamdan ketib, keyin o'sha yerda tayyor ish bilan borsam, PhD ni tayyor yozilgani bilan borsam, zashta qilsam ham bo'ladimi? Men PhD ni tashqarida qilgan inson Kanadaga kelib zashta qilishini to'g'risi uncha bilmayman, lekin siz o'sha o'qish joyidan so'rashingiz kerak. Endi sizni hozir aytyapsizki, fransuz tiliga shuncha ko'p investitsiya qildim, necha marta topshirdim deyapsiz. Shu haqida batafsil ayting, necha urovingga chiqdingiz? Qayerda to'xtadingiz yoki davom etyapsizmi? Hozircha noyabrda yana kirmoqchiman, lekin shu paytgacha eng yaxshi rezultatim 12 og'zakidan yozmadan B2 bo'lgan. 11-12 bilan chiqqanman. Faqat reading 441 bo'lib qolgan. Lekin
listeningim C1 bo'lgan, 583 mi Okay. bo'lgan, adashmasam. Siz biror marta Express Entry profile ochganmisiz? Yo'q. Ochishingiz kerak. Gulixon oching. Chunki nima uchun fransuz tiliga kelasi yil immigratsiyani 9%, undan keyin 9,5%, undan keyin 10,5% ajratiladi fransuz tilini o'ziga. Bu yilning o'zida 35 mingta fransuz tilini biladiganlarni Express Entry orqali tanlashdi. Nima demoqchiman? Agar siz ozgina qolgan bo'lsa, ya'ni 40 ga chidab, 41 ga chidamoqchi bo'lsangiz, ozgina qolgan bo'lsa, fransuz tilini dabivat qiling-da oxirigacha. Zo'r natija bilan nimaga kiring? Express Entry poolga kiring. Siz taxminan 6 oy, 1 yil o'sha Express Entry poolda 26-yil hisobida xudo xolasa tanlanasiz. Faqat sizning ish tajribangiz ham bo'lishi kerak. Ish tajribangiz ham bormi? Ish tajribam kollejlar almashgan payti bor-ku, o'shanga to'g'ri kelib qolgan ozgina. Kollejda 2 yil tajribam bor, keyin maktabda 3 yil ishlaganman, keyin universitetda mana bunaqa bo'lgan. 1 yil to'liqsiz ishlaganman, chunki shartnoma bilan 1 yillik shartnoma tuzilib ishlangan. Ikkinchi yili to'liq ishladim. 30 ga chiqmadim. Shuni hisobida 1 yil u 10 oymi oxirgi stajim shunaqa. Juda yaxshi. Bu oxirgi 10 yil haqida gapiryapsiz, to'g'rimi? Oxirgi 10 yil. Ha, oxirgi 10 yil haqida. Siz baribir ham fransuz tilini oxirigacha olib boring-da. Shu tajribalaringizni hammasini hujjatlashtirib, mehnat daftarchasini, uni hammasini tayyorlab, fransuz tili yo'nalishiga umidvor bo'lib, Express Entry'ga kirishingiz kerak. Express Entry'ga kirganingizdan keyin men aminman, siz ballaringizni ham hisoblab chiqing. Fransuz tilini balli ba'zan juda pastga tushib ketadi va tezda qabul qilishadi ular. Tushundingizmi? Shu u imkoniyatni ishlatmasdan men sizga boshqa yo'lni tavsiya qila olmayman, to'g'risi. U shunchalik yaxshi imkoniyatda Express Entry. Tushundim. Katta rahmat. Bo'sh kelmang, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Alibek Ne'matov anchadan beri qo'llarini ko'tardilar. Bir imkon berdik, mana ikkinchi shans. Marhamat Alibek. Qolganlarni ham ko'rib turibman. Sabr bilan kutib turganingiz uchun rahmat. Alibek, sizga mikrofon. Yana sanaymizmi deymanda? 1 2 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Alibek aka. Bor ekansiz-ku. Marhamat. Rahmatjon aka, tez sanab o'tkir oryapsiz-da, sviyaz yaxshi bo'lmayapti. Hech qisi yo'q, uzr, sanamasam bo'lmaydi-da. Ha, mayli, tushunarli imkoniyat bo'ldi-ku. Rahmatjon aka, mani savolim ana u viza to'g'risida edi-da, viza to'g'risida. Xo'p. Men nima, Allohga shukr, yaqinda o'sha nimani New Brunswickni Community College'iga o'sha unconditional offer oldim-da. O'zi to'g'risi bugun oldim. Yaxshi, tabriklaymiz. Rahmat. O'shanga endi 1,5 ming dollar Kanada pulida depozitni kiriting, keyingi bosqichlarda deb anam qilyapti hozir. Endi men o'sha sizdan o'sha vizani kuchliroq taxlash uchun nimalarga e'tibor berishim kerak, shuni so'ramoqchi edim. Vizaga ham o'zim endi individualni harakat qilyapman-da, hech qanday agentlik narsa yo'q. Yaxshi. Ya'ni siz hozir to'g'ridan-to'g'ri kollej bilan aloqadasiz. New Brunswick College bilan, ha? Ha, shunaqa. O'qish Viza tartibi bo'yicha. O'qish puli, depozit bu o'qishga kirganlarda avtomatik taxminan 2000 dollarlik depozitini oladi. Chunki joyda saqlab turish uchun. Undan tashqari hali yana pulini to'lashingiz kerak bo'ladi. Meni tavsiyam nima? Отказ olganingizda pulingiz qaytib keladi-da baribir ham. Meni tavsiyam 1 yillik o'qish pulini to'lang New Brunswick College'ga, chunki viza ofitseri aytmasinki, Alibekni o'qishga puli yo'q deya olmasin. Mana pulini to'lab qo'yganman, o'qishga pulim bor, yashashga ham pulim bor deb hujjatlaringizga qo'yishingiz kerak. Bu o'zbekistonliklar uchun avtomatik strategiya mana shunday bo'lishi kerak. Kollejlar aytadi, mayli 2000 so'm to'la, mayli 5000 so'm, mayli bir semestrini to'la deydi. Ular o'zbekistonliklarning holatini bilmaydi-da. O'zbekistonliklar ko'p отказ olishini bilmaydi bular. O'shaning uchun siz 1 yilligini to'lang, aytingki, men bemalol pul to'layman va yashash puli ham bor. Men shu o'qishga kirdim deb vizaga topshirsangiz, haligi viza ofitserini eng kamida birta masalada og'zi yopiq bo'ladi. Ayta olmaydiki, Alibekda puli yo'q deya olmaydi. Bu bir. Ana keyin, undan keyin siz albatta
yiliga $20,000 yashash pulini ko'rsatishingiz kerak. Bu davlat talab qiladigan narsa. O'shaning uchun siz pulim bor, mana bank shotlarimda pul bor, mana bank shotimda tarixi bor, pulning manbasi bor deb hamma hujjatlarni chiroyli qilib yozishingiz kerak bo'ladi. Keyin uchinchisi siz Kanadada o'qishni bitirib O'zbekiston qaytib kelish omillaringiz qanaqa kuchliligini ko'rsatishingiz kerak. Oilangiz qolyaptimi, ishingiz qolyaptimi va hokazo. Shu narsani ko'rsatishingiz kerak. Buni viza ofitserlari robotga o'xshab so'raydi-da. Qani bu insonni O'zbekistonga bog'liqligi nima? Kanadaga vaqtincha talaba bo'lib kelgandan keyin orqaga qaytib ketadigan narsasi nima deb so'raydi-da. Tushunyapsizmi? Kollejga kirganlarda afsuski, hozir oilasi bilan kelishi juda imkonsiz bo'lib turibdi, oilaviy kelishi. O'shaning uchun siz oilani ham ko'rsatishingiz kerak. Mana oilam orqada qolyapti, men borib o'qiyman, qaytaman degan nimada bir hujjatlar tayyorlashingiz kerak. Va qolgan narsalarda o'zingiz bilasiz, xatosiz to'ldirish, texnik xatolar bo'lmasligi. Chunki ozgina texnik xato bo'lsa, viza ofitseri uzr, hamma yerda texnik xato qilibdi-da Alibek, men o'zim to'g'rilab olay demaydi. Orqaga qaytaradi, aytadiki, "Отказ" deydi. O'zingiz xatoingizni keyin topib olasiz-da. Mana shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak Alibek. Shu o'rinda yana bitta aytadigan nimam, o'sha qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi vizaga topshirgan. Hali sentyabrda qabul uchun topshirdim-da men. Qarang, hozir siz o'qishingiz qachon boshlanyapti? Sentyabr, 26 sentyabr. 26 sentyabr. Siz hali unchalik shoshilmang. Qarang, siz hozir 6 oy, keyingi 6 oy bank tarixingizni yarating. Pul tashlang bankka. Manbalarni ko'rsating. Mana keladi aprel, maylarda topshiring, xudo xolasa. Ana shu 6 oyda siz kuchli bir hujjatlar tayyorlash bilan shug'ullaning. Ana aprel, maylarda topshirsangiz, xudo xolasa siz sentyabrgacha bemalol vizani chiqsa, bemalol ulgurib kelsangiz bo'ladi. Menda hozir bank shoti bor-da, 7-8 oylik 20,000 dan yuqori pulim turibdi-da. Hozir o'shanga yangi yilgacha bo'lsa ham topshirib boraversam bo'lar-a deb o'ylab turibman-da. Bo'ladi. Agar endi barman Kanadaga sentyabrdan oldin kela olmaysiz, topshirib qo'yib, sizga katta ehtimol bilan viza bergan taqdirda ham o'sha sentyabrdan boshlanadigan viza beradi yoki avgustdan biroz oldin kelib joylashsin, uy-puy topsin, ajaraga joy topsin deb sal avgustdan berishi mumkin. Ana shunaqa bir nimada beradi. Shu o'rinda anavini so'ramoqchi edim. Mana bu masalan nima ustunlik beradimi? Mana shaxsiy mashinam bor, o'zim nomimda uy bor. Shularni qandaydir ularni platformasida shunday joylari bormi yoki men o'zimdan o'zim yozib qo'shib yorishim kerakmi? Qarang, siz baribir ham tushuntirish xati yozasiz, letter of explanation. O'shani dokument-ku, bitta dokument. O'shani yuklayotganingizda hamma dokumentni birlashtirib PDF shaklda yuklaysizda, sizdan berilgan hamma hujjatni birma-bir qarab chiqish davlatning vazifasi, majburiyati. Siz bermasangiz o'sha hujjatni qarab chiqmaydi. Qattan bilsin sizda uy bor, qattan bilsin sizda nima bor. Siz aytganingiz bilan ishonmaydi, hujjat bilan yopishtirib nima qilasiz? Uni ko'rsatasiz ularga. Bo'ldi, tushunarli aka. Vaqtingizga rozi bo'lasiz. Rahmat sizga. Alibek, New Brunswickda ko'rishamiz degan umiddaman. Salomat bo'ling. Inshaalloh. Rahmat. Rahmat. Keyingi tinglovchimiz mana Dilshodbek Xolmirzayev anchadan beri kutib turibdilar. Dilshodbek, marhamat, sizga mikrofon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi aka. Qachonayapsizmi? Yaxshimi? Rahmat aka, bilsangiz aka, sizga bittani yubordim, bilasizmi? Litsenziya, Kanadani litsenziyasini o'tish kerak dedingiz-ku. Bitta firmaning nimasini yubordim agar bilgan bo'lsangiz. Ha. Yo'q, O'zbekistondagi agentlikni jo'natuvdi shekilli, shunday. Ha. Ana keyin yana bittasini eshitib qoldimda, rezyume tayyorlayapman. Rezyume, agar bilsangiz aka, Kanadaga oddiy ishlarga topshirsam bo'ladimi? Nima deysiz? Lekin hozir ingliz tilim B2 bo'lyapti-da. Hozir oddiy ishlarda, hozir qarang, oddiy ishlarga hozir kelish juda qiyin. Kanadada ishsizlik darajasi 7%. Kanadada ishsizlik darajasi 6% dan oshgandan keyin davlat chet eldan ishchini olib kelishni qisqartiradi.
va ruxsat ham bermaydi-da. O'shaning uchun oddiy ishlarni hozircha unutib turganimiz ma'qulroq. 20ta hozir 20tami 30tani men yubordim-da. Bilaman. Email yubordim. Bilaman. Bittasidan ham javob kelmadi. Bilaman. Chunki ish beruvchi ham biladi-da davlat ruxsat bermasligini. Chet eldan olib kelish. Chunki ishsizlar o'zi Kanadaning ichida ko'p hozir. Shuni bir tushunishimiz kerak. Aziz do'stlar, men biroz uzr so'rayman, chunki hozir men bitta joyda kutib turuvdim. Meni kutgan insonlar keldi. Bu suhbatni yana davom ettiramiz, va'da beraman, davom ettiramiz. Hozir shu yerda tugatsak-da, siz men bu videoni hamma bilan bo'lishaman. Siz savollaringizni o'sha kommentariyada yozsangiz, bo'lishgan videoni ostidagi kommentariyada men javob berishga harakat qilaman. Kelishdikmi? Meni kutgan insonlar kelganligi uchun bu suhbatni men talablar bo'lgani uchun men tezda qilishga harakat qildim. Keyingi safar yanada to'liqroq qilamiz. O'zingizni asrang. Suhbat uchun katta rahmat, savollar uchun ham alohida katta rahmat. Ko'pchiligingizni Kanadada ko'raman degan umiddaman. Xayr, salomat bo'linglar.